meşhur komediya filmi Aypotanning kuyov tanlashi. Ben üzümünü yiyordum. Bir iş isim kalır. Ha. Vay biz bugün yazda bunda bir seyahatga chiqib bakmaktık ha. Oyey. Ballanım şu joyda tursa qanday sayohatga chiqib oldu? Ya vallahi hemen o öz yolda. Bizim seyahatimiz mi öz yolda. Her az bir günü özüm bir kolluk maşineydi. Sınırımda bir aylandırıp gireyim ki. Siz mi? Oyey. Siz haydigan maşında qanday xotirjam o'tdag'il oldu? Makiyakni. Oy. Ben 20 yıllık şoför cuma bilmeydi qanday gap qildi. Ha ish qilib, siz haydigan maşında o'tdarsam, mush yuragimga guldir o'rlib, og'zim tiqilib, bekib yaram bo'laman. Jo, qachon bir xotirjam bo'lasizlar mendan, ha? Voy, telefon. Voy, anladım. Qo'lim gaz emas. Voy, bolam yaxshimi? Ha, bolam? Voy, qachonliqa? Voy, hozirmi? Ma'qul. Ha, shunda qilinglar. Ma'qul. O'g'limizga Qizimizga. kelin nomzodning birini. Voy, ma qizimizmi? Kuyovdan birini boshlab kelmam da'vatidi. Hozir kelaman dedi-ku. Voy, ma'ndoq dedi qizim. Voy, hozir kuyov bilan kelin mush uyga tang keladigan gapmi? Voy, rost. Baba çok gapga ma'lum. Voy, rost qanday qilamiz? Mishqutimiz tayyor qilmay. Voy, tayyorlik qilaylik. Bo'ldi. Ha, qo'qlash. Ha, kelaman oğlum, kelaman. Voy. Kızım tatmay, mınga kızım ha. Ha, kelinglar bolam, kelinglar. Kela. Yaxshimisiz, yaxshisiz bo'lsin. Kelinglar, yuqori. Voy, men kelasiz, mehmon. Ha, opam bu Erxon hayotlik ichimligini sizga aytgandim. Voy, rahmatchimu, rahmat. Rahmat, jabat atibsiz. O'tiring qizim, o'tiring. Oppa, biz keldik. Voy, keling qizim, keling. Ay, yaxshimi bo'lsinmi? Voy, qishliqma. Oz yaxshimi? Yaxshi yozasiz. O'g'lim, qishliqqa kelasiz. Qizim sen ishga ketdi. Oldingiz o'taymi? Kela. Siz mehmon. Hadi. Hamsa oddiy bo'lsa o'sha Erxon hayot ichimdagi bir og'ash kelgan. Voy, rahmat. Jabat atibsiz. O'tiring o'g'lim, o'tiring. Qizim, choy qo'yinglar. Ma'qul, oppa. Siz o'tiring, men qo'yay. Pulni qo'yaylik. Elma kızım. Bayamda tevarruklu çeyindemden koygan. Vallahi çıkınlar bilen bir tanışıp alaydı. Üzan onunla bir tanıştıramsızlar. Mening ismim G'ayrat. Oliy maktab bitirgan bir necha yil bo'ldi. Hozir bankda ishlayapman. Bankada. Sizchi qizim? Mening ismim Nadira. Men oliy maktabni bitirgani bir necha yil bo'ldi. Hozir bankda ishlayapman. Çok işki bankır. Voy, hattalay, buni sizlar bilan tanishib oldik. Bizim aytganlarni men tanishtirib qo'yay. Ha? Men iPodda hammanglar bildinglar. Bu yoq mening yo'lishim, Yo'lbars. Bu mening o'g'lim Botur. Ana chiroyli qintug'ini mening qizim Nazkay. Hatta arada biz hammamiz bir oila kishilar bo'lib qolishimiz mumkin. Balam, siz bayan bankada işleyemem dediniz. Hizmet onu pek aldıraştı. Rost pek aldirash. Biz isimni qo'shib ishlab qolamiz, bo'libmish yillik xizmat natijasini xulosalaydigan vaqtda qo'limizga tegmaydi qoldi emasmi? O'xshashganmiz juma. Bizim ba'zi shanba ismini qo'shib ishlaymiz. Amsa sizlarning bankning xizmat bisimi xeyli ekan-da. Voy, xizmat bisim bek ig'ir. Mushagim uchun vaqtdan vaqt chiqarib shundoq tasdiq oldim. Bizning bu xizmat oson emas. Shundoq bo'lsa-mu, salomatligingizni bek diqqat qiling. Asos. Voy, qissab ketdinglar. Ha, choy ichinglar. Ey sana. Lekin bizning boshliq bizni shunchalik chin tutdiki, Shundami? Endi u uyga ishlayotgan. Endi bu tekshirish deyotgan, endi bu xizmat natijasi deyotgan. Aramchilik yo'q. Pek chin tutdi bizni. Ana shu pul ma'lum kasb bo'lgandan keyin taqshimni rosa qilamdi, o'qimdi degan charchash yo'q.
Şu, biz kunda atigan ishqi berib jig'in ochimiz. Xizmat dokumentini berib bo'lgandan keyin bir kunlik xizmatlarimizni oxirlashtirib, yana xizmat dokumentini berib, ondan ishdan tushimiz. Ay balam, sen bek olduraş işleysen o? Ha? Ha, voy, qandaq alduraş işlegenligingni deb bere? Ha, ma'qul. Biz bekildish. Kızım siz o'qish bitagani qanchalik bo'ldi? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldimi? Ha? Voy. Siz ikkimiz bir qarorga kelganmiz-ku. Oshliqmi? Ha? Voy, siz qaysi kasbda o'qigansiz? Men iqtisod kasbida o'qigan. Men savdo sanoat boshqarish kasbida o'qigan, sizmi ishkirda o'qiganman? Men Shanxayda o'qigan. Men Shanxayda o'qigan. Shunga bir turistchilar ko'ringan zodi. Osh bizning dashurchim sizni ko'rgandeklar. Shu yer bir Shinjang oshxonasi sifatida esingizdami? Voy, esimda. U yerda bek tomoq yedik. Sizlar ben kaltır bek o'xshaydi. Ha. Mening ma qizim uchun Guangzhouda o'qigan. Qizim, sizlar maktabingizda bo'lgan ishlarni deb bering, ha? Sizlarning maktabdami yoki Shinjang oshxonasi bormi? Yo'q. Bor degandingiz-ku. Operation chiqib qo'ygan. O da beğenme. Bizning maktabning qishdagilik Shinjang oshxonasini keyin taqib o'tgandi-ya. O yer taqlitib, yangi bir xo'jayin kelib, qayta bezab yana ochdi. Ha, shu. U yangi xo'jayin ochgandan keyin tomoqlar texim o'xshaydigan bo'lib ketgandi. Biz saboqdoshlarimiz bilan uydish qilib kutubxonada yinib, o'lash-jo'lash bo'lib tomoqlarni yeyib, pek o'xshaydi qarang. Ammo sizlarning kutubxona bek cho'ntijimi, bek kirib boqqanman. Beshi cho'nti. Shunchalar cho'ng kutubxonada osh o'quvchilar radlik bo'lib o'tirib, liq qilib o'qish qiladi. Shu maktabdagi hayotni bek sevgandim jumu. Aras. Maktabda Arab futbol musobaqasi bo'lgan vaqtda sizlar keladinglar. Ha, biz boratdik. Men Lala deb qildim da. Lala deydi. Esimga keldi. Sizlarning maktab bilan bizning maktab musobaqa o'ynagan vaqtda sizning hisobdan eng oldi turgan toz kaningiz yerkibudek vaqtlar qilsiz shu-ku. U vaqtda bir shu aramapatdi nimati. Hao teach you, 天天向上。对方球员失去方向。我让死该死了！我也不知道咋做。 So'rayman, bu so'rabdi menda. O'zim ishlaydi. Bundan hep çıkarttık he. Aras, kilerette bizning idorada tarmoq banklar Arab futbol musobaqasi bor. Shu yerga boramsiz? Siz mi oynamsiz? Voy, albatta, men burunqidek. Yana hujum o'ynayman. Vah, bak qaltis qo'yamsa. Hozirgacha qarang, bizning idorada futbol musobaqasi o'tkazib qolsa, meni ratning eng oldiga chiqib qo'ydim men. Yana Lala deydi be. Voy, ko'ng kesib to'qamdingiz deydi. Aras, ekrana. Hozir istovrda shu undidangiz bosh bo'lay. Ma'qul. Chip yaxshi. Azraq aql. Bosh ol. Gap qitiruvchimi? Men shu musobaqa qilsa aql bormi? Ha. Ha, bo'ldi. Voy. Ha, g'olibga yaxshimi? Hemen bir yerlikte. Nima? Yarım saat ichima? Shunda jiddiymi? Bo'ldi, ma'qul. Men yugurib boray. Ma'qul aka, ma'qul. Pek sert bo'ldi hozir. Yarım saatgacha jiddiy yig'in bor. Hammalar xalq kelinglar deb idoraga o'tmoqda bo'lmasa bo'ladi. Voy, men tomoqqa tayyorlik qilib qo'ygan. Birdan paranglashib chiqay deb ekanman. Birdan saqlama chiqay. Bo'ldi. Tomoq yesak qo'y yaxshiroq dediki, men xizmat ishga emasman. Sizni ma'lum qilmay. Yana kelmagan. Fursat bor emasmi? Kelmagan. Bu aran kelganda quruq mangasiz menda. Yo'q, hech qisi yo'q. Endi fursatlar bo'lib qoladi. Xizmat ishga bir to'g'ri tushunasizlar. Aha. Nima ayamsiz? Bo'ldi. Görüşelim. Ağaç gideyim mi ya? Maç dedim ya bolsanız. Ha, taksit kelgan. Ma'qul, hozir boraylik. Shundan Yaxshi, ha. Yürü. Bu O'tib qolgan. qizim. Siz nima o'g'lim aproposa? Bu yoqma yig'ini bor ekan. Sizning yig'iningiz bo'lmagandan keyin tomoq yeb aldingmi? Ha? Shunaqa qilsak bo'ladi, lekin shu boya issiqda taksit o'simiz deb shundoq japa tatib ketdim, bilsan-ku. Shoy meni beray. Meni ishim taqishlar.
Japa çektiniz appa. Size selamet bulunla, gelin bir görüşemiz. Dişaman, yaxşı turasın. Maqul emse. Hoş. Oy, Nima ish bo'ldi? sen kelgen kız valla. Oy, tesini koyunlar. Siz başlayıp kelgen oğul balının birikini potroşkulap çıkıp vardı o. Endi ko'raylik ishlar bo'lgandan keyin deb olib qo'yay deganda u. Oy, bilip bilmeyin lan. Ma, layık tunuşturuş orada özgür kaldı ya. Dal o'xshab ketdi. Maaşını gören. Biz bilemez. Aşkısı bir aylık işler bop kaldıgan okşaydı. Kaç tane kop kaldı? Ajab besh bo'ldi bugun. Mashqisi bugun yaxshi ish qildi ha. Hech mag'riydi sizlar. La... Zapasçak okşaydı. Anlayın aklın. Oy, değil misin mi? Bazırmışım. Uy, hoş geldin. Apta, neydi? Ağabey kapap, ağaç gideyim o. Dep, tamsın de. Bu bizning ishimiz faqat bir o'nga tatmidi ya xotin bu ikki balani uylab bo'lolmay mishada avaro ketdi xolos. Kızvalının hali butulsa, oğulanın ehvalı avı. Kandak öyleyiniz. Kim gibi yerimiz, kim nalimiz? Oy, bu cihandaki balığınmış ters okşaydı. Men dedim ki insan bu kapılık hem atanlarının pişirip bacı mı? Biz toy kıysak bolam da. Oy buludu bulmandı ha? Ha? Yaxshi. Xo'p. Xo'p. Ya. Sen kattalatmaymış kızının başlığı bilen alakası güçlüğün ha? Kela ama oğlum. Hey, çıkarma uygar. Oy balık. Hey. Saklatmaydı lan. Oy, nimeden kadar çırp kalla? Undak kımıdım ne? Hey, unda kımıdım diyelim. Nimdeydi ben oğul ya? Ha? Oy, bu adamın nimdiğinden bildirdim. Oy, neymiş undak değilsin deydi. Hey, ben sana şunda yaxşı mamılı kılamazsam, niye mi desem şunda kıp bire bassam?